Alloh taolo dedi: Alloh kimni hidoyatga yo'llashni istasa, uning ko'nglini iymon va tavhidga ochib qo'yadi. U kimni adashtirishni istasa, uning ko'nglini xuddi osmonga ko'tarilayotgan insonning nafas olishi qiyinlashgani kabi hidoyatni qabul qilishdan qattiq siqiladigan qilib qo'yadi. Alloh taolo kofirlarning ko'ngillarini shunday qattiq siqiladigan qilib qo'yganidek, o'ziga iymon keltirmagan kishilarni ana shunday azoblaydi. Bu ko'ngil kengligi ne'mati. Shayx Abu Ishaq vafot etdilar degan xabar keldi. Aniqmi? Sahih xabarmi? Alloh sizga sabr va ajr ato qilsin. Musibatingizni yengil qilsin va sizning hamda marhumning holini yaxshilasin. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Albatta biz Allohnikimiz va faqat unga qaytamiz. Ya Alloh, bizni bu musibatimizda ajrlantir va bizga yo'qotganimizdan ko'ra yaxshirog'ini nasib et. Ko'z yoshlanadi, yurak esa g'amga botadi. Ey Abu Ishaq, sizni yo'qotganimizdan chuqur qayg'udamiz. Inshaalloh shahidlik sizga muborak bo'lsin. Siz ko'p vaqt og'ir kasal bo'ldingiz va sabr qildingiz. Alloh sizning tanangizga qattiq sinov berdi va siz matonatli bo'ldingiz. Biz Allohdan sizni shahidlar qatorida qabul qilishini so'raymiz. Ya Alloh, Abu Ishaqni o'z huzuringda shahidlar qatorida qabul qil. Ya Alloh, uni payg'ambarlar, siddiqlar, shahidlar va solihlar bilan birga qil. Zero ular eng go'zal do'stlardir. Ya Alloh, uni solihlar qatoriga qo'sh. Sen eng rahimli zotsan. Ya Alloh, ummatga undan yaxshiroq o'rinbosar ber. Ya Alloh, uning yaqinlari, farzandlari va sevganlari qalbiga xotirjamlik tushir. Men bu inson bilan yillar davomida birga bo'ldim. Undan faqatgina yaxshilik ko'rdim. Allohga qasam ichib ayta olaman, u dinini, payg'ambarimiz sunnatlarini va ummatlarini sevgan shaxs edi. Biz Allohdan so'raymizki, uni payg'ambarimiz bilan birga jannatining eng yuksak darajasi Firdavs jannatida jamlasin va bizlarni ham o'sha yerda birga qilsin. Allohim barchamizga husn xotima bersin. Ya Alloh, unga ofiyat ber va uni mag'firat qil. Ya Alloh, bandang Abu Ishaqni rahim qil. Unga jannatdan go'zal manzil ber. Ya Alloh, uning qabrini keng va nurli qil. Ya Alloh, uni suv, qor va muz bilan yuv. Ya Alloh, uni gunoh va xatolardan xuddi oppoq kiyim kirdan poklangandek pokla. Ya Alloh, uning yaxshiliklarini yanada ziyoda qil. Ya Alloh, uning gunohlarini kechir. Ya Alloh, uning gunohlarini kechir. Ya Alloh, uning gunohlarini kechir. Ya Alloh, bizni uning ajridan mahrum qilma. Vafoti ortidan fitnaga tushib qolishlar bizni saqla. Ya Alloh, uni va bizlarni mag'firat qil. Amin. Ya Rabbal alamin.